Tasqara. Tasqara dunyodagi eng katta va kuchli yirtqich qushlardan biridir. U nafaqat bahaybatligi, balki tabiatni toza tutishi bilan ham juda foydali hisoblanadi. Qanotlari yoyilganda 2,5 metrdan 3 metrgacha yetadi. Bu sinfxonangizning devoridek keladi degani. Tasqaraning rangi to'q jigar rang, deyarli qora rangdadir. U daraxtlarning tepasiga yoki baland qoyalarga juda katta uya quradi. O'zbekistonda tasqaralarni asosan baland tog'larda uchratish mumkin. Ular Hisor, Chotqol, Nurota tog'larini xush ko'rishadi. Ba'zan ovqat izlab tekisliklarga ham tushib turadi. Tasqaralar tabiatning sanitarlari hisoblanadi, ya'ni tozalovchi qushlardir. Ular ov qilmaydilar, balki o'lgan hayvonlarning qoldiqlarini yeydi. Shu yo'l bilan atrof muhitda turli kasalliklar tarqalishining oldini oladi. Tasqaralar juda kam ko'payadi. Ular yiliga atigi bitta tuxum qo'yishadi. Yilning fevral-aprel oylarida ona qush tuxum qo'yadi. Ota va ona qush tuxumni navbat bilan bosib yotishadi. Iyul-sentyabr oylarida esa polapon qush bolasi katta bo'lib uchishni o'rganadi. Afsuski, dunyoda tasqaralar soni kamayib ketmoqda. Shu sababli u O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Ularni ovlamaslik, uyalarni buzmaslik kerak. Tabiatni ifloslantirmasligimiz zarur.